Ko'plari menga nasihat beradi. Marjon, nima uchun bu yerga kirgansiz dedi. Masalan, Massajda ikki yo'li bor. Birinchisi yaxshi yo'li, ikkinchisi qing'ir-qiyshiq yo'llar bilan massajga pul topishi mumkin masalan. Hech kim to'qlikdan bu ishni qilmaydi. Bir narsasi kamchiligidan xarajatini qilish uchun ham shu massaj sohasiga kiradi. Masalan, mana oddiy bir faktda ko'chaga yurgan buzuq qizni ham bir xillari, masalan, bir xillari o'shani to'g'ri yo'lga solib, o'zi uchun emas, Xudo uchun, savob bo'lishi uchun mana shu yo'ldan chiqarib olaman degan maqsadda chiqarib oladi. Uni kamchiligini to'ldiradi, boshqa narsasini qilib beradi. Menga bittasi telefon qilyapti. Marjon, men sizga nima qilsam, mana shu narsadan chiqib ketasiz, massaj ishlamaysiz, deyapti. Men quruq gapga ishonmayman. Dastan yonimda turadigan bo'lsa, kamchiligini qiladigan bo'lsa, hayotimda o'sha inson borligini bilsam, kelajagimda qilib beradigan inson bo'ladigan bo'lsa, bir narsa kam qilmaydigan bo'lsa, to'g'ri, bu yo'ldan chiqib ketishim mumkin. Chunki men o'zim bu yo'lga kirmaganman. Juda qiynalganim uchun, menga pul kerakligi uchun bu hayotga kirganman. Chunki men har oyma-oy 2 milliondan kredit to'layman. Bu yerga yeb-icharim bor, xarajatim bor, katta xarajatim bor. O'g'limga kerak. O'sha uchun ham hech kim menga bundaqa saboq bergandan ko'ra cho'ntamga 1-2 so'm pul solib qo'ysin-da, kim menga bilim bersin, xo'p? Kim menga tarbiya bersin? Men birontasini oldiga bormay qiynalyapman, menga yordam beringlar, menga kim yordam bera oladi? Hech kim to'qlikdan bu hayotga kirmaydi. Kerak bo'lsa qopib olasan. Ko'chaga yurgan buzuq qizlar ham to'qlikdan bu hayotga kirmayapti. Buzuq yo'lga kirmayapti. Kamchiligi bo'ladi, bir narsaga muhtoj bo'lib qo'ygani uchun ham shu yo'lga kirgan bo'ladi. Chunki bu hayotda hech kim o'zidan o'zi "Men senga mana shu pursingga" deb hech kim pul berib qo'ymaydi. Gap qisqasi ana shunaqa. Menga telefon qilib bilim bergandan ko'ra, undan ko'ra menga yordam beringlar. Shunchalik ham yordam bergandan kelsa. Quruq gap eshakka yuk. Qani qaysi birlaring ko'raylikchi, dastoyin yonimda tura olar ekansizlar. Marjon, men sening yoningdaman, erkadoshingman, kamchiligini qilib bera olaman, yoningda dastoyin tura olaman degan erkak bormikan? Unaqa erkak yo'q. Oldin men kamchiligimni qilib qo'ysan, xarajatimni qilib qo'ysan, kim menga tarbiya bersin, kim menga bilim bersin? Ungacha menga hech kimning haqqi yo'q. Voy sen undaqa qilmasan, voy bundaqa qilma deyishga. Gap qisqasi ana shu. Masalan, hech kim to'qlikdan bu hayotga kirmaydi-da. Kamchiligi bo'ladiki, yonida dastoyin kelajagini qilib beradigan, hamma narsasini qilib beradigan odami bo'lmagani uchun ham ko'chani hayotiga kiradi.